hurmatli Saidjon Aviasiyani kuzatgan aziz obunachilar, juda ham ko'p musobaqalarga arzon va skidishli holatlarda biletlarni taqdim etyapmiz. Juda ko'pchilik Telegram kanalimizda sразу aksiya chiqarsak, sразу xarid qilishyapti. Через WhatsApp onlayn tarzda ham biletlar xarid qilyapti. O'z sizlarga birin-ketin ko'rsatib o'taman. Aprel oyiga Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonga va Vodiy vohaga olgan do'stlarimiz biletlarni ko'rsatib o'taman. Kimga arzon bilet kerak bo'lsa, Saidjon aviakasasining Telegram kanaliga kirib ko'rib kuzatishlari mumkin. Ancha-muncha aviakasidan arzon biletlarni chiqaramiz va 150% javob beraman. Aeroportimiz bor, dokumentimiz borlarni o'zimiz shaxsan o'zimiz kutib olib kuzatib boramiz. Qani biletlarni ko'rib kuzatib o'tinglar va baho beringlar. Birin-ketin sizlarga biletlarni ko'rsatib o'taman. Zhukovskiy Xujan yo'nalishi bo'yicha bilet yozildi 27-aprel kuni. Bu Tojikistonga bo'ldi. Keyingi biletimiz hop 23-aprelga Vnukovo Buxoro yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari. Keyingi biletimiz 27-sizlarga Vnukovo Namangan yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari. Keyingi biletimiz do'stlar Vnukovo Samarqand yo'nalishi bo'yicha 23-aprel va 24-aprelga o'tar kechasi. Keyingi biletimiz Domodedovo Farg'ona yo'nalishi bo'yicha bugungi срочныйga do'stlar. Bunisi 9-mayga Vnukovo Farg'ona yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari. Xolos birin-ketin juda ko'p biletlar bemalol murojaat qila olasizlar. Qo'ldan kelguncha har bitta biletlarni Telegram kanalimizga joylab boramiz. Aksiya biletlar faqat Saidjon RSda bo'ladi. Bizning Telegram kanal, WhatsApp kodlarni qo'yib qo'yganmiz. Bemalol murojaat qila olasizlar va eslatib o'taman, bizda ofitsialniy nomerlarimiz +793 510 4808 +795 510 4818 larga murojaat qila olasizlar. Albatta kanalimizga podpiska bosib, like bosishni unutmanglar do'stlar.